Salom do'stlar, bugungi 4-bobga boshladik. 4-bobda TCP, IP va OSI modullarini o'rganamiz. Xo'p, bular o'zi nima? Bular protokollar hisoblanadi. Bundan oldingi darsimizda aytib o'tganimizdek, protokollar bu qonunlarimizni protokollar deymiz. Xo'p, qayerdan kelib chiqdi va bularning maqsadi nima? Keling, birinchi o'zi tushunib olsak. Tarmoq demak, o'sha o'tgan asrning oxirlariga kelib shakllana boshlagandan keyin ma'lumotlar almashish va bir qancha vendorlar chiqa boshladi. Masalan, deylik, Palo Alto kompaniyasi, Cisco kompaniyasi, TP-Link kompaniyasi va boshqa vendorlarimiz chiqa boshladi. Endi bular demak, o'zlarining mahsulotlarini ishlab chiqargandan keyin o'zlarini tizimlarini yarata boshlashdi. Va o'zlarini tizimlarini yaratib boshlagandan keyin o'zaro ma'lumot almashaman degan vaqtda muammolarga duch keldi. Masalan, xuddi shu narsa oldinroq telefon ishlatganlar biladi. Masalan, 2010-yillarda Nokia'niki bor edi. Nokia'ning zaryadchiki masalan boshqacha, bittasini uchasi kichkina, bittasi katta. Samsung'niki boshqacha edi. Apple'niki boshqacha edi zaryadchiki. Ya'ni ular qurilma ishlab chiqardi. O'zlari uchun tarmoq o'zlari yarata oladi, kichkina o'zlarining tarmoqlarini yarata oladi, zo'r ishlaydi, muammo yo'q. Lekin boshqa turdagi bilan aloqa qilishda qiynaladi. Chunki buniki bunga mos tushmaydi. Shuning uchun nima qilindi? Kelinglar, shuni bir konstitutsiya yaratamiz deydi. Konstitutsiya, ya'ni konstitutsiya bilasiz, qonunlarni tepasida turgan yo'l yo'riqnomasi. Va u request for comments deb ataldi. FEC demak, mana bu qisqartmasi. Bu fikr mulohazalar so'rovi deb ataladi va bu shu tarmoqni qoidalarini yig'uvchi konstitutsiya hisoblanadi. Xo'p, tushunarli, konstitutsiyani bilamiz. O'sha demak u asos bo'lib beradi. O'shanga asoslanib qolgan qoidalar yaratiladi. Xo'p, men bitta misol qilib keltiraman shu o'rinda. Bilasizlar, hozirda xususiy bog'chalar ko'p. Bog'chalarda bolalarni olib borib kelishi odatda ota-ona ta'minlaydi. Lekin ota-onaning doimo vaqti bo'lmaganligi sababli nima qildi? Keyinchalik xususiy taksilar, Damas yoki har xil taksilar yoki o'zining qarindoshlari orqali farzandini bog'chaga olib borib kelishini ta'minladi. Ya'ni tarmoq. Ya'ni bitta ma'lumot bir joyga o'tsa, bilasizlar, tarmoq deb hisoblansa, shu farzandni bolani ham olib borib bir joyga olib boribdi, yana olib kelyapti. Va u qanday qilib shakllantiriladi, tashkil qilinadi? U demak, yo qarindoshim o'zi piyoda borib keladi, yo velosipedda borib keladi, yoki taksida borib keladi, yoki avtobusda, yo mini avtobusda. Demak, mana shunaqa qilib qonun yaratdi. Demak, vaziyatdan chiqib ketaverildi. Natijada hozirda ko'pchiligimiz ham eshitayotganimiz har xil yomon holatlar, bolalarning o'lim holatlarigacha kelgan ko'ngilsiz holatlar vujudga kela boshladi va bu endi davlat regulyator sifatida endi buni tartibga solish kerak. Endi birinchi navbatda o'sha qanday olib borilishi o'rganilib chiqyapti va asosiy muammolar kelib chiquvchi joylar bartaraf etishga harakat qilinmoqda. Va sekin-sekin xususiy bog'chalar, masalan, avtobuslar qo'yishadi va ular o'zlari javobgarlikni oladi. Ya'ni uydan borib oladi, o'z vaqtida ertalab oladi, o'z vaqtida yetkazadi. Va ularga ma'lum bir belgilar beriladi. Ular xavfsizligi bo'yicha boshqa mashinalardan ehtiyot bo'lish kerak, oldinda turadi. Qanchadir tartiblar, qonun qoidalari ishlab chiqilibdi va bularga asosiy misol sifatida endi deylik, xususiy bog'chalar shu narsani yo'lga qo'ygandan keyin endi taksi ham bor edi, velosiped bilan olib borish ham bor edi, mototsiklchalar bilan olib borish bor edi, lekin shularning ichida eng maqbuli qaysi? Avtobus, chunki odam ko'proq, xavfsizroq demak bo'ladi. Mana shuni hisobga olib avtobus belgilanmoqda va yaqin kelajakda ular asosiy transport vositasi bo'ladi. Ya'ni
bolalarni bog'chaga olib borib kelish aynan shu avtobusda bo'linishi shart degan bir qonun yaratiladi va uni tepasida esa konstitutsiya turibdi. Bolalar xavfsizligi muhim degan ko'rinishda konstitutsiya yoziladi. Konstitutsiya yozilgan bo'lsa, demak endi xuddi shuni asos qilib olib qonun qoida yaratiladi avtobusda harakatlansin degan ko'rinishda. Xuddi shu narsa albatta tarmoqda ham mavjud. Endi shu vendorlar e'lon qilingandan keyin birinchi kommentlar, fikr mulohazalar, so'rovlar o'tkazilgan va undan kelib chiqib umumiy qonun qoida yaratilgan. Birinchi RFC so'rovi, masalan, endi bularni keyinroq bittalab o'tamiz. Hozir bularni aytdim. Qonun dedik. Bu qonun va bularni demak konstitutsiyasi bor. RFCga qaraylik. RFCda mana ko'rishingiz mumkin. TCP demak protokolini qonunda demak konstitutsiyada 293-bob bobda chiqaradi. O'sha 293 raqam bilan berilgan. Mana qidiramiz va nima chiqadi? 793 demak transmission control nomasi quyidagi holatda chiqibdi. Bu nima degani? Bu 1981-yilda aslida yaratilgan. Ya'ni bu konstitutsiyada asosiy nazariyasi shu yerda 1981 yaratilgan. Xolos fikr mulohazalar yig'ib olib, keyin u vaqt o'tishi bilan o'zgarib boryapti va u yangilandi. Va yangilangandan keyin 92-93 bo'ldi. O'rtada mana bular ham bor. Albatta bularni ham ko'rishingiz mumkin. Asosiysi 793 dan boshlangan, hozir shu 92-93 raqam bilan belgilangan. Va bu yerda mana transmission control protokolda demak konstitutsiyadagi raqami va bu yerda umumiy holatlar ko'rsatib o'tilgan. Endi bu holatlardan kelib chiqib mana keyin ma'lumotni aytibdi. Qarang, zo'r. TCP e'tibor beryapti. TCPning asosiy boshida quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak va ular quyidagi segmentlarda ajratilgan holatda mana shu strukturada foydalanadi. To'rtta. Qarang, source port menimcha buni birozgina o'tgan darsimizda ko'rdik. Destination port ko'rdik. Bularni mana shunday qilib qoida qilib yaratib qo'yganda, mana qoida qilib yaratib qo'ygan. Endi o'sha qoida asosida keyin ishlab chiqaruvchilar shuni moslab turib o'zlari keyingi qismlarda qonunlar yana yaratib boraverishadi. Xo'p, menimcha tushundik. SCP bu demak umumiy olganda konstitutsiyaning bitta moddasi, uning qoidalari, bu da prezident farmonlari, viloyat hokimlik farmonlari, qoidalari shunday qilib yaratilib, ma'lum bir narsalar ishlab chiqariladi. Xuddi shunday narsa bo'lib ketaveradi. Xo'sh, mana bunday ko'rishingiz mumkin. Osiy modelnikini ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, Osiy modelniki 1994-yil fevralda ekan. Demak, chiqqan qoidalar ko'rishingiz mumkin. Mana bu esa qachoniki ekan? Buni chiqqanini ko'ramiz. 2022 yangilangan. Hop, menimcha tushunib oldingiz degan umiddaman. Shu yerda mana ma'lumotlar bor. Demak, yanada endi keyinroq davom ettiramiz. Hop, TSP bu OSP model va TSP bu qonun qoida. Ularning maqsadi mana shu o'zaro turli xil vendorlar o'rtasida, turli xil ishlab chiqaruvchilar o'rtasida o'zaro bir standart yaratish maqsadi. O'sha standart mana ko'rib turibsiz, 3 xil ishlab chiqaruvchi, 3 xil ishlab chiqaruvchi. Mana bu RJ45 konnektorli USB kabelimiz. Bu kabelimiz bunga ham tushadi. Buni olib bunga kira olamiz. Mana switch diskiga ham tushdi. Demak, TP-Linkga ham tushdi. Keyin bularni olamizda, keyin mana qo'yamiz.
keyin bunday olamizda bunday olamiz. Umuman kompyuterimiz umuman boshqa vendorga taalluqli. Demak, to'rttasi mana shunday bog'lanib o'zaro ma'lumot almasha oladi, bir-birini taniydi, chunki standart bo'lgani uchun. Hop, bugungi darsimiz shu edi.